Bor. Ketdikmi? Ketaylik bo'lib qolyapti-da. Ketdi. Ketaylik. Ketdi. Ketaylik. Eng qizig'i, bo'ydoqlar uchun bezak siqib qo'yganmiz. Bemalol kirib, Bo'ydoqlar, dardinglarni Alloh taolo oson qilsin. Mushkulinglarni Alloh taolo o'zi yetsin. Kechqurun yostig'ini quchoqlab yotish musibatidan Alloh taolo qutqarsin. Hayit munosabati bilan barcha metroda batametni o'tib bordi. ular ikki ketdi. Hayit munosabati bilan Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Metroda Siz ukajonim, siz ozgina miyangizni bir o'qiting, bir boshingiz bilan urushib qolganmisiz yo qoningiz kammisiz, yana bilmadim ukajonim. bo'ldi. Astag'firullah, astag'firullah. ketdikmi? Ketdi. Hayit munosabati Sharoitlar bilan ko'rib chiqsanglar bo'ladi. 70-75 legenda. 70-75 Turqosh. O'zbekiston o'g'loni. Kulmang, ey. hayit yaxshi bayramda hayit. Ha, Ketdikmi? ketdi. Ey xudo. Nima qilyapsiz? Ukajon. Voy. Shu brat ko'rsam hayotda qiziqish ortadi. Tavba. Aka. Kelib qolibdi-da, orasida. Qo'l ko'tarsam kulasan. O'zim xursand bo'lsam bo'ldi-da. Birovlar mening nima ishim bor? Mironshoh gasinsasida Muhimday kallani ko'tarib yuraverib, gavda boyoqish ezilib ketdi-yo chamanda, ha? Nima deysan? Gavdasiga rahim qilsam ekan. Xudo xolasa biza 10 kishiga ehson tarqatamiz, ya'ni 10 kishiga. O'sha siz bo'lishingiz mumkin. qanaqa ekan joylar? To'xta, gapimni ko'rib oling. Gapimni ko'rib ora, gapim esimdan chiqdi. Otim nima edi? Otim esimdan chiqarib qo'ydimmi? Mironshoh gasinsasi 2 qavatdan iborat bo'lib, ikkinchi xonalarda ham вообще qulay xonalar bor. 5 ga 5 nechi? 4 ya 6. Malades. 6 ga 6. 4. Malades. Ona asl narxi 250 ming so'm bo'lgan bugungi kunda siz uchun hayit munosabati to'g'riladi. Mahalladoshlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana kuchuk kimniki? Bizni kuchukni yo'ldan uryapti. Olib ketsin, shu kuchuk kimniki bo'lsa, buni olsin. Shu ko'rib turgan xonangiz asl narxi 250 ming so'm bo'lgan xonalarimiz bugun narxlar bo'lib qoldi. Kim edi bu? O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. To'xtanglar. Saman 35 ming, betapriz 40 ming. Акклиматором olamiz. Я пьяный молодой, в бары как домой.